Assalomu alaykum, haftaning rasmiy xabarlari bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi va kelgusi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 4-mart kuni Iordaniya Hoshimiylar podshohligi podshohi Abdulla II ibn al-Husayn bilan telefon orqali suhbatlashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-mart kuni Bahrayn podshohi Hamad bin Iso al-Xalifa bilan telefon orqali suhbatlashdi. Shavkat Mirziyoyev 4-mart kuni Qatar davlati amiri Shayx Tamim bin Hamad al-Soniy bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat davomida Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskinlashuvi va ziddiyatlar mintaqaviy barqarorlik va tinchlikka jiddiy tahdid solayotgani ta'kidlandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Quvayt davlati valiahdi Shayx Saboh al-Xolid al-Hamad as-Saboh bilan telefon orqali suhbatlashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatimizdagi bir guruh ayol sudyalarni taqdirlash haqidagi farmoni e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Arab Amirliklari Prezidenti Shayx Muhammad bin Zoyid al-Nahayon bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Omon sultoni Haysam bin Toriq al-Said o'rtasida telefon suhbati bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi farmoni chiqdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish yuzasidan takliflar hamda yangi tashabbuslar bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi va kelgusi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlash to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz mudofaa qobiliyatini mustahkamlash masalalari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Hozir esa taniqli siyosiy sharhlovchi Qobilbek Karimbekovning Yaqin Sharq mintaqasi va umuman dunyoda ro'y berayotgan voqea hodisalarga nisbatan O'zbekistonning tinchliksevarlik pozitsiyasi, Prezident Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan siyosati haqidagi sharhga e'tibor qarating. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Joriy yilning o'zida yanvarda 20-21 yanvar kunlari Shveysariyaning Davos shahrida bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda Tinchlik kengashining ta'sis yig'ilishida muhtaram prezidentimiz ishtirok etdilar va u yerda ham jahon hamjamiyatining e'tirofiga sazovor bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro anjumanlarida, sessiyalarida, shu jumladan mana bir necha bor Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi anjumanlarida shu mintaqa xavfsizligiga, Markaziy Osiyo xavfsizligi masalalariga juda katta e'tibor qaratildiki, bu faqat so'zda bir qog'ozda emas, balki amalga oshirilayotganligini alohida ta'kidlash o'rinli deb o'ylayman. Misol uchun Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik bo'lish uchun prezidentimiz juda katta sa'y-harakat ko'rsatmoqdalar. Har bir yig'ilishda Afg'oniston bizning jonajon qo'shnimiz ekanligi, Afg'oniston tinchligi Markaziy Osiyo tinchligi bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlab kelmoqdalar. Yoki bo'lmasa mana Ozarbayjonda bo'lib o'tgan uchrashuvlarda, hamdo'stlik davlatlarining yig'ilishlarida, Ekoning yig'ilishlarida alohida e'tibor qaratdilarki, Yaqin Sharq masalasi, G'azo mintaqasidagi tinchlik, barqarorlik masalasi, xususan Falastin davlatining ozod bo'lishi, mustaqil bo'lishi, o'zining huquq va erkinliklarini tiklashi masalasiga muhtaram prezidentimiz alohida e'tibor qaratmoqdaki va mana shularga jahon hamjamiyati ham O'zbekistonning bu tashabbuslariga juda yuqori baho bermoqda. Mana keyingi 2-3 oyning o'zida, xususan mana 13-yanvar kuni, mana kuni kecha 3-mart kuni muhtaram prezidentimiz xavfsizlik masalasi bo'yicha yig'ilish o'tkazdilar. Nima bu? Bu tinchligimiz, barqarorligimiz, O'zbekistonning avvalambor qudratini oshirish, ikkinchidan esa biz mana shu mintaqamizda tinchlikka erishish uchun doimo ildam harakat qilishimiz ta'kidlab o'tilmoqda. Shuning uchun men aytgan edimki, tinchlik bor ekan biz ishxonaga boramiz. Tinchlik bor ekan qo'shiqlar aytiladi. Tinchlik bor ekanki biz ma'ruzalar qilamiz. Tinchlik bor ekanki biz to'ylar qilamiz. Farzandlarimizning to'ylarini o'tkazamiz. Shuning uchun tinchlikka ko'z tegmasin.
osoyishtaligimizga, avvalambor mintaqamiz barqarorligiga, dunyo barqarorligiga hech qachon ko'z tegmasin. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Ablakulova. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi Prezident farmoni bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining vaqtinchalik choralar to'g'risidagi murojaatlarini ko'rib chiqish tartibi belgilandi. Davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Quyidagilar ushbu qarorning asosiy maqsadlari etib belgilandi. Jumladan, davlat ishtirokidagi korxonalar va tijorat banklarida jamiyatlar korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantirish, uning zamonaviy usullarini qo'llash, jamiyatlar kuzatuv kengashi tarkibidagi mustaqil a'zolar ulushini 50% ga yetkazish. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari ko'krak nishonini ta'sis etish to'g'risidagi hukumat qarori bilan Yangi O'zbekiston bunyodkorlari ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Ko'krak nishoniga nomzodlar ro'yxati quyidagilarni birlashtiruvchi iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamjamiyati doirasida shakllantiriladi. Istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha El yurt umidi jamg'armasi stipendiantlari, maktablar, Prezident maktablari va Yangi O'zbekiston universiteti bitiruvchilari, Prezident iqtidorli farzandlari tashabbusi va uni qo'llab-quvvatlash bo'yicha milliy dasturi ishtirokchilari, dunyoning nufuzli oliy ta'lim va boshqa tashkilotlarda bilim va tajriba orttirgan iqtidorli vatandoshlar. Ko'krak nishoni har yili iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamjamiyatining qurultoyida topshiriladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Biz hozir kompaniyamiz tomonidan metro bekatlarida yuritilayotgan Turon kitob javonlariga o'z kompaniyamiz nomidan 427 badiiy adabiyotlar kitoblari, har xil mavzudagi qo'shimcha kitoblarni sovg'a qilmoqchimiz. O'ylaymanki, taqdim etilgan badiiy adabiyotlarimiz ma'qul keladi. Qolaversa, bu adabiyotlar yoshlarimizni ma'naviyatini yuksalishiga xizmat qiladi. Demak, ayni daqiqalarda biz metroning Olmazor bekatiga keldik va kitoblarni kitob javonlariga joylashishga hozirlik ko'ryapmiz. Qani ketdik bo'lmasa. Kitob javonlarimizni afzalligi shundaki, bu kitoblarni mutolaa qilish juda ham oson, qisqa satrlarda, qisqa aforizmlar yozilgan, o'qib tugatish oson bo'lgan kitoblar bu yerga joylashtirilgan va eng muhimi, bu kitoblarimizni har birining orqa tomonida mana shunday ma'lumotlar stikerlari yopishtirilgan. Bu stikerlarda ushbu kitoblardan foydalanish qoidalari yozilgan. Bundan tashqari bu yerda QR kodlar ham bor. Bu QR kodlardan biri Turon kitob bekati javonlarining Telegram boti. Bu botga murojaat qilib, bizga qanday savollari bo'lsa, kitobxonlarning savollariga javob olishlari mumkin. Bu kitoblarni o'qiyotganda hozirgi kunda Telegram bot orqali ham bizga ko'plab murojaatlar keladi. Ayniqsa talabalar, yoshlar orasida kitoblarga qiziqayotgan insonlar juda ham ko'p. Bu albatta bizni o'sha maqsadimizga erishayotganimizni ko'rsatmoqda. Telegram bot orqali bizga ko'plab savollar ham kelib tushadi. Bu kitoblarni uyga olib ketsak maylimi? Uyga olib ketib, o'rniga 2-3 ta kitob qo'shib olib kelib beraman degan yoshlar ham bor. Hatto shunday qilgan yoshlarimiz ham bor orasida. Biz bundan juda ham xursand bo'lganmiz. Aslida qoidalar esa shunday. Siz bir javondan kitobni olasiz, o'zingizga kerakli bo'lgan manzilga yetib borguningizcha bemalol mutolaa qilasiz va chiqib ketayotganingizda xuddi shunday javonlar metro bekatlarida bor. Ana shu javonlarga bemalol qo'yib ketishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta yana bir challenge hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan. Ko'plab oliygohlarni talabalari kelib, o'zlari mutolaa qilgan kitoblarni kitob javonlarimizga topshirib ketishmoqda.
Assalomu alaykum. Bilasizmi sahifasi yana siz bilan. Bilasizmi, New England Journal of Medicine nashrining o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, yer yuzi aholisi taxminan 7,8 milliard kishini tashkil etadi. Bu raqam ko'pchilik uchun shunchaki katta son. Lekin agar shu 7,8 milliard odamni 100% deb tasavvur qilsak, dunyo qanday taqsimlangani yanada ravshan ko'rinadi. Demak, qit'alar bo'yicha 100% odamdan 11% Yevropa, 5% Shimoliy Amerikada, 9% Janubiy Amerikada, 15% Afrikada, 60% Osiyoda yashaydi. Manzilga kelsak, 49% qishloqlarda, 51% esa shaharlarda istiqomat qiladi. Ularning 12% Xitoy tilida, 5% ispan, 5% ingliz, 3% arab, 3% hind, 3% bengal, 3% portugal, 2% rus va 2% yapon. 62% esa mahalliy ona tilida so'zlashadi. Turmush sharoiti. Yer yuzidagi 77% insonning uy joyi bor. 23% insonning doimiy yashash joyi yo'q. Ovqatlanish holati. 21% odam ortiqcha taom, 63% odam esa istagancha ovqatlana oladi. 15% inson kam ovqatlanadi. Ichimlik suvi. 87% odam toza ichimlik suviga ega. 13% esa yo toza suvga ega emas yoki iflos manbalardan foydalanishga majbur. Texnologiya. 75% odamda mobil telefon bor, 25% da esa yo'q. 30% internetdan foydalanish imkoniga ega, 70% da esa internetga chiqish sharoiti yo'q. Ta'lim. 7% oliy ma'lumot olgan, 93% odam kollej yoki oliygohni o'qimagan. Savodxonlik darajasi. 83% o'qish yozishni biladi, 17% odam savodsiz. Agar sizda uy joyingiz bor bo'lsa, to'yib ovqatlanasiz, toza ichimlik suv ichyapsiz, mobil telefondan foydalanyapsiz, internetga kirish imkoniyati bor, kollej yoki oliy ta'lim muassasasini tamomlagansiz, demak siz yer yuzidagi eng kichik ammo eng imtiyozli guruhga kirasiz. O'zbekiston tarixida davlat ishlarida qatnashgan va hatto ba'zi davrlarda saltanatlarni to'g'ridan-to'g'ri boshqargan malikalar juda ko'p. Masalan, Bibi xonim, Nodira begim, Qutlug' Nigor xonim va Buxoro malikasi To'xshoda bunga misol bo'la oladi. Biroq O'zbekistonning yaqin tarixida mamlakatni boshqarishda qatnashgan ayol rahbarlar haqida juda kam odamlar ma'lumotga ega. Aslida esa ularning soni anchagina ko'p. Ulardan biri O'zbekiston SSSR Oliy Soveti prezidiumi raisi bo'lgan Yodgora Nasriddinovadir. Otasidan erta yetim qolgan Nasriddinova og'ir hayot yo'lini bosib o'tgan. U o'z faoliyati davomida vazir, bosh vazir o'rinbosari, mamlakatning rasmiy rahbari, Butun ittifoq Millatlar Kengashi raisi kabi lavozimlarda ishlaydi. 1959-yilning 24-mart kuni O'zbekiston Oliy Soveti prezidiumi raisligi bo'yicha yig'ilish o'tkaziladi. Unda ilk bor ayol nomzod Yodgora Nasriddinova ushbu lavozimga saylanadi. Prezidium raisi bu davrda respublikaning rasmiy rahbari hisoblanardi. Shu tariqa Nasriddinova O'zbekiston Jumhuriyatining birinchi rasmiy ayol rahbariga aylanadi. Nasriddinovaning keyingi faoliyati siyosiy kurashlar, ko'tarilishlar va qulashlar bilan o'tadi. U paxtishda ayblanib, og'ir yo'qotishlarga ham uchraydi. Nasriddinov haqidagi to'liq videoni Oynozning YouTube sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Allomalardan biri o'rganganim sani bilmasligimni anglab yetdim degan ekan. Shu nuqtai nazardan siz mana shu Yavlo kechasini 2 martalab o'qib chiqqan bir ijodkor sifatida o'zingiz uchun nimalarni kashf etdingiz? 3-marta ham o'qidim. Chunki har safar o'qiganingda yangicha ma'nolar, bir ilg'amay o'tib ketgan joylaringga yangicha bir munosabat uyg'onadi. Yaxshi kitob shunaqa bo'ladi. Abdulla Qahhor ustoz aytganlaridek, Tolstoyning asarlari qaziga o'xshaydi, chaynaganing sari mazasi chiqadi degandek, bu kitob ham xuddi biz zamonaviy Tolstoyning asarlariga o'xshagan ko'lamdor, zalvorli, noyob kitob bizga taqdim etildi. Qodiriylar zoti uzoq umr ko'radigan zot bo'lgan. Dadasi yuzga kirgan, yana bir qarindoshlari uzoq umr ko'rganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Agar mana u tibbiyot taraqqiy etgan zamonda la'nati bu qatag'on bo'lmaganida biz balki Qodiriy boboni ko'rgan bo'lardik. Balki bir 100 yoshlarga kirganda ham biz zamonamizga yaqin inson bo'lib, bizga qanday buyuk asarlarni yozib bergan bo'lardilar. Chunki bu haqida o'sha manbalar, u kishi yozmoqqa chog'langan asarlar o'zi aytib turadi. Kuy avjida uzilgan torni, shu ijod avjida singan qalamni, armonlarini, uni so'zini kim aytadi degan savol ko'p yillardan beri o'ylantirib odamni xayolidan ketmas edi. Qodiriy boboda shu o'tgan kunlar ham
o'sha haligi yozuvchidan degan bir ozgina bir eskartma bilan yakunlanadi va bilasizki, bu eskartma keyingi yozilajak asarlar uchun bir maydoncha paydo bo'lgan. Va albatta xayol olib ketadi. Mana shu joyda uzildi, mana Yodgorbekni qismati bilan uzildi, uni farzandlarini taqdiri ikki og'iz gap bilan izohlandida to'xtadi, to'mtoq bo'lib qoldi. Bu to'mtoqlik Qodiriyga xos bo'lgan narsa emas. Qodiriyda to'mtoqlik bo'lishi mumkin emas, cho'ltoqlik bo'lishi mumkin emas. Demak, bu davom ettirishni ko'zlagan, albatta yozaman bir kuni deb niyat qilgan bo'lsalar kerak degan fikr albatta hammamizda bo'lgan. Keyin nima bo'lgan ekan degan savol albatta bo'lgan. Mana shu bo'shliqni to'ldirish kerak bo'lgan bir zarurat, tarixiy zarurat bor edi. Va bizda ko'p savollar bor edi. Masalan, mening o'zimda bir talay savollar, misol uchun nima uchun jadidlar Milliy ozodlik harakati bir a'zolari degan bosmachilar deylik Qo'shtirnoqda o'shalar bilan birga birlashmadi yoki bo'lmasam nimaga muxtoriyatni hammasi bir ovozdan qo'llab-quvvatlamadi. Nima uchun Turkiston bu darajada oson taslim bo'ldi degan va boshqa ko'plab savollar. Va jadidlik harakatini o'zi qanday yuzaga chiqqan degan savolga ko'p masalalar bor edi. Bularga oydinlik kiritadigan gazetalarda, o'sha davrda gazetalarda yoki esdaliklarda masalalar bor, lekin bu chetdan turib qaralgan nigoh yo'q edi. Asarning muvaffaqiyati Qodiriy bobomizni ovozlari kelib turibdi. Qodiriy bobomizni lutflari kelib turibdi. Voqea yana shu Marg'ilonda, Namangonda, qisman To'raqo'rg'onda kechayotgan bo'lsa, o'sha joyning ob-havosi-yu, o'sha joyning so'zlari, ohanglari kelib turibdi. Hali aytib o'tgan savollarimga javoblar topdim va juda quvondimki, masalan, o'sha paytda jadid bobolarimiz gazetalar chiqargan desak, demak osongina bo'lgan ekanda, demak. Chiqarib yuborgan gazetani xohlasa. Shu jarayonlarni ham batafsil berganda, mana shu nimada maktab ochish masalasi, xotini Zumradni o'qitib, unga ayollar maktabi ochib berishi va u maktabda qanaqa bo'lgan odamning ko'zini oldiga keladigan manzaralari bilan mana shunda tasvirlangan. Asar oxirida yana bir katta bir fojia bilan yakunlanyaptiki, shu Sovetga xizmat qilgan, o'zini bag'ishlagan, sidqi dildan mana shu demak mafkurani yoqlagan Ozodbek oxirgi damgacha o'zini o'limiga ishonmay turgan. Tasavvur qilish kerakki, jadid bobolarimiz ham olib chiqib xuddi shunaqa otishgan. Demak, ularda ham ko'nglida oxirgi ilinj turibdi va odamni nihoyatda hayotiy bir achchiq bir haqiqatga ro'para qiladiki, muallif oxirgi daqiqagacha bu hazil edi, sizlarni sinash uchun olib chiqdik bu yoqqa, biz sizlarni o'ldirmoqchi emas, biz sinamoqchi edik deb hazillashadi va ichkariga kiramiz, bizni ozod qilib yuboradi. Insonni qara, oxirgi daqiqa, oxirgi lahzagacha hayotdan umidini uzmayapti va adashmasdan haligi qotil o'q uzdi va oxirgi nidosi alvido Turkiston deb ketdi. Endi bu yoqda Ozodbek unda qurbon bo'ldi, bu yoqda Odilbekni qismati bosmachilar bilan yuribdi va u oxirgi lahzada uni oxirgi aytgan so'zi bayroqni kim ko'taradi deb shahid bo'lyapti. Endi ikkalasi ham savol qo'yyapti, ikkalasi ham biz oldimizga kelajak avlodga, umuman shu Turkistonga, o'zbek xalqiga savol qo'yyaptiki, bayroqni kim ko'taradi? Ya'ni ozodlik bayrog'ini, Turkiston bayrog'ini, birlik bayrog'ini, hurriyat bayrog'ini kim ko'taradi? Kim bunga munosib? Keyingi tahlillarda bormi shunaqa ko'taradigan desa, men ko'taraman degan izdoshlar chiqyapti. Bu kitobni albatta o'qish kerak. Menga o'xshab bir 2-3 marta qayta o'qish kerak. Qalamni olib chizib o'qish kerak. Bu joyda hammamizni obrazimiz bor, hammamizni qiyofamiz bor bu joyda, hammamizni shaxsiyatimiz shu joyda jam. Qaysidir birimiz Yodgorbekmiz, qaysidir birimiz Ozodbek, qaysidir birimiz Odilbekmiz, qaysidirimiz Nusratxon To'radirmiz balki, shoyat. Lekin boshqa qiyofalar ham mana shu joyda jamul-jam. Millatni sotishga shay bo'lib turgan odamlar, ikkiyuzlamachilar, sotqinlar, xoinlar va shular bilan birgalikda jasur, fidoyi shaxslar, haqiqiy o'zbekni haqiqiy farzandlari to'g'risida juda ham chiroyli odamni zeriktirmaydigan haqiqiy o'zbekona badiiy ifodasini topgan roman.
Ajdodlarimiz merosi. Ajdodlarimiz merosi bu nafaqat tarix, balki hayot sabog'idir. Amir Temur adolatli davlat qurdi. Imom Buxoriy ilm va axloqni targ'ib qildi. Ularning amallari va so'zlari bizga ma'naviy yo'nalishni ko'rsatadi. Ajdodlar merosi biz uchun ustun qadriyat va ma'naviy yo'ldir. Hech o'ylab ko'rganmisiz? QR kodlar qanday yasaladi? Va bu siz o'ylagandan ham juda oson kechadi. Keling birgalikda bir dona oddiy sayt yordamida QR kod yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Google Chrome'dan qrkod.ru deb yozamiz. Ko'rib turganingizdek shuncha menyusi bor. Mana misol uchun veb-saytlar yoki kartalaringiz, tashrif qog'ozlaringizni QR kod qilishingiz mumkin. PDF fayllar, rasmlar bo'lishi mumkin. Wi-Fi kodlarni ham siz endi QR kodga o'zgartirishingiz mumkin. Bizga birinchi bo'lib veb-sayt URL manzil kerak bo'ladi. YouTube'dan xohlagan bir videomizni, ya'ni silkasini, manzilni nusxalab oldik. Nusxalab olgan silkamizni kiritamiz. Endi marhamat, o'z telefoningiz orqali men yasagan QR kodni skanerlab olishingiz mumkin. Agar natija foyda bersa, unda siz ham urinib ko'ring. Video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Atrofingiz to'la xaos. Hech narsa avvalgidek o'z joyida turmayapti. Hamma joyda tartib buzilib ketdi. Bu inson uchun eng kerakli narsalardan biri, xotirjamlikdan ayiradi. Hozirda biz uchun eng qimmatli narsa ham xotirjamlik. Ko'pincha xotirjamlikni muammolarning yo'qligi bilan adashtiramiz. Go'yoki hayot tinch bo'lsa, inson ham tinch bo'ladi. Ammo psixologik nuqtai nazardan xotirjamlik tashqi vaziyatdan ko'ra ko'proq ichki boshqaruv tizimlariga bog'liq. Xotirjamlik parasimpatik asab tizimi faollashgan holatdir. Bu tizim organizmni tiklaydi, yurak urishini me'yorga keltiradi, nafasni esa sekinlashtiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chuqur va sekin nafas olish, diqqatni hozirgi lahzaga qaratish kabi amaliyotlar aynan shu tizimni faollashtiradi. Nevrologik jihatdan qaraganda xavotir paytida miyaning amigdala qismi faollashadi. U tahdidni tez aniqlaydi. Ammo ongli tahlil va nazorat uchun javobgar bo'lgan prefrontal korteks yetarli darajada ishlasa, inson vaziyatni ratsional baholay oladi. Xotirjam inson hissiyot yo'qligi sababli emas, balki hissiyot ustidan nazorat mavjudligi sababli xotirjam ko'rinadi. Xotirjamlikni asab tizimining muvozanati, fikrlarning tartibi va hissiyotlar ustidan ongli nazorat deyishimiz mumkin. Tashqi dunyoni boshqara olmaymiz, lekin unga bo'lgan ichki javobimizni boshqarish imkoniyatiga egamiz. Bosh harflar imlosi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan bosh harflar imlosining nozik jihatlarini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, gapning birinchi so'zi va kishining ism familiyasi taxallusi bosh harf bilan yoziladi. Shuningdek, joy nomlari, ya'ni shahar, qishloq, mahalla, dara, yaylov, tog'lar, tepaliklar, daryolar va kanallar nomi bosh harflarda yoziladi. Masalan, Buxoro, Zavraq, Pomir. Yodda tutish lozimki, atoqli ot tarkibidagi sifatlovchi ham bosh harf bilan yoziladi, ya'ni Shimoliy Kavkaz, Markaziy Qizilqum kabi. Yulduz va sayyoralar yoki boshqa osmon jismlarining atoqli oti bosh harf bilan yoziladi, ya'ni Hulkar, Qavs. Agar yer, quyosh, oy turdosh otlari sayyora bo'lib kelsagina bosh harf bilan yoziladi. Masalan, yer quyosh atrofida aylanadi. Bunda bosh harf bilan yozish to'g'ri bo'ladi. Madaniy, maishiy va savdo korxonalariga, adabiyot va san'at asarlariga, sanoat va oziq-ovqat mahsulotlariga, shuningdek, transport vositalari, sport inshootlariga qo'yilgan nomlar bosh harf bilan yoziladi. Misol uchun, mehmonxona, bog'cha, sanatoriy, stadion, kuy nomlari, haykal, yodgorlik nomlari ham bosh harf bilan yoziladi. Muhim tarixiy sana va bayramlar nomlari tarkibidagi birinchi so'z bosh harf bilan boshlanadi. Mustaqillik kuni, Ramazon hayiti, Navro'z bayrami kabi. Davlatlarning, davlat oliy tashkilotlari va mansablarining, xalqaro tashkilotlarning nomidagi har bir so'z bosh harf bilan yoziladi. O'zbekiston Respublikasi Jahon tinchlik kengashi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining raisi tarzida. Boshqa tarkibli nomlarda oliy mansabni bildiruvchi birinchi so'z bosh harf bilan yoziladi.
bosh vazirning o'rinbosari, yozuvchilar uyushmasi, mudofaa vaziri, vazirlik va idoralar, korxonalar va tashkilotlar nomi tarkibidagi birinchi so'z bosh harf bilan yoziladi. Sog'liqni saqlash vazirligi Fan va texnika davlat qo'mitasi. Davlatning oliy darajadagi mukofot nomlarining har bir so'zi bosh harf bilan yoziladi. O'zbekiston qahramoni unvoni, oltin yulduz medali, boshqa mukofotlar, faxriy unvonlar, nishonlar nomidagi birinchi so'zgina bosh harf bilan boshlanadi. Sog'lom avlod uchun ordeni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi faxriy unvoni kabilar. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling. Shu yirtqichlar bo'limida 27 yildan beri ishlab kelaman. Hozirgi kunda shu bo'lim mudiriman. Bizda yirtqichlar bo'limida ayiqlarimiz, sher, yo'lbars, bo'ri, giyenalarimiz, pantera va servallar bor. O'ma bola faqirlar. Atigi shumi? Qani bir yana o'kirchi. Agar yana bir marta o'g'limga yaqinlashsalaring. Hali o'g'lingizmi-da? Rostdan siz o'g'lingizmi? Sen bilarmidingiz? Yo'q, o'g'limdan xabar bor, bundan xabaring yo'q. O'zingchi? Yo'q, bilmasdim. Senchi? Qo'shik. Valyerda oq sherimiz bor. Bu oq sherlar Afrika oq sherlari hisoblanadi. Bular albinos emas, erkagi laqami Joni. U 2020-yilda tug'ilgan. Bizaga 1 yoshligida kelgan edi. Yonida urg'ochisi yotibdi. Bu Naomi, bu ham Afrikadan olib kelingan. Bular mana 2 yil bo'lyapti shu bizning hayvonot bog'imizda, shu katta chiroylikgina qafasimizda umr kechirmoqda. Tabiatda 10-12 yil umr ko'radi, hayvonot bog'larida 25 yilgacha ham umr ko'radi. Sababi hayvonot bog'lari qarib qolganda ham bularga e'tibor beradi, dori-darmonini beradi. Tishlari tushib ketgandan keyin qiymaga o'xshab maydalab farsh qilib beradi. Tabiatda ov qilmagani uchun bular nobud bo'ladi. Qo'rqqanimdan dag'i titrab ketyapman. Hoy, sar menga bunaqa o'qilib qolama. Bu bizani hayvonot bog'imizga 6-7 oylik chamasi yosh anaqada kelgan vozrastda. Kichkinaligidan o'zimiz qo'lda boqqanmiz. Asosan sabzavot, mevalar va bo'tqalar qilib beramiz. Yong'oq mahsulotlarini, asallarni juda ham maza qilib iste'mol qilishadi. Asal ham yaxshi ko'radi. Asal ham yaxshi ko'radi, shirinlik xo'r. Mana valyerlarini hozirgi kunda mana bu barabana aylanadi. Ya'ni ayiqlar o'tira olmaydi-da. Bular tabiatda 15, 18, 20 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Bular doim yurib bir narsa kovlab, bir narsa sindirib, bir narsa o'ynab yuradigan jonivorlar. Bizning ishimiz bularga ozuqa beramiz, tozaligiga qaraymiz, addilarimiz tozaligiga qaraymiz. Bir xil odamlar keladi, setkaga uradi yoki o'zi bilan olib kelgan ozuqasini ichiga otadi, lekin bu mumkin emas. Ularga bir xillarga etsa tushunadi, xo'p deb ketadi, lekin bir xillarga etsa aksini qilib asabga tegadi. Kelgandan keyin ko'pchilik aytadi, turg'izib beringlar deydi. Keyin men aytaman, bular sirkda yuradigan hayvon emas, yovvoyi hayvonlar, bularni qo'lga o'rgatilmagan. Biza tur desak ham bir xilda turadi, bir xilda turmaydi deb aytamiz. Bir xillar bolalarni o'tkazib olishadi, setkalarga urishadi. Endi bu setkalar ham kuniga nechta odamni qo'lidan o'tadi, ishonch yo'q baribir. Bolasini ham qo'yib qo'yishadi, tushib ketishi ham mumkin-da. Biz o'shalarni nazorat qilib turamiz doim. Hurmatli davlat xizmatchilari, farzandingizni, oilangizni olib bizni Toshkent hayvonot bog'iga tashrif buyurib, farzandlaringizga hayvonlarimiz haqida ma'lumot berib, tanishtirib ketishingizni maslahat beraman. Hayvonlarni yaxshi ko'rgan farzandlardan, odamlardan, insonlardan yomon inson chiqmaydi. Toshkent hayvonot bog'imiz hozirgi paytda dam kunlarisiz 8 dan 5:30 gacha bemalol tashrif buyurib 5:30 gacha kassamiz ishlaydi.
Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.